Bahor kelyapti. Demak, allergiya mavsumiga tayyorlanish vaqti ham keldi. Chunki bahor nafaqat gullar, pollinoz va allergik reaksiyalarni boshlanish vaqti hamdir. Bahorda havoda chang va gul to'zonlari ham ko'payadi. Burun bitish, aksirish, ko'z qichishish va hattoki nafas qisish holatlari ham ro'y berishi mumkin. Eng muhim jihat allergiya boshlangandan keyin emas, undan oldin tayyorlanishdir. Allergik kasalliklarga moyil insonlarda allergiya boshlanishidan 2-3 hafta oldin tayyorgarlik boshlansa, alomatlar ancha yengil kechadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Birinchidan, allergiya sababini aniqlash bu davolashni asosiy samaraligini belgilaydi. Ikkinchidan, shifokor tavsiyasi bilan allergiyaga qarshi dorilarni oldindan boshlash bu immun tizimini ortiqcha reaksiyasini kamaytirib turadi. Uchinchidan, uy va tashqi muhit gigiyenasi. Agar siz tashqariga chiqib kelayotgan bo'lsangiz, uyga kirgandan keyin yuzni, ko'zni va tomoqni iliq suvda chayishingiz kerak va iloji boricha kiyimlarni almashtirishingiz ma'qul. Xulosa qilib aytganda, allergiya bu taqdir emas, nazorat qilinadigan holat. Bahorga tayyorgarlikni bugundan boshlash kerak. Shundagina siz mavsumni yengil o'tkazasiz.